Ederson transferi yakunlangach, aytganimdek, Mateush Fernandesh bo'yicha muzokaralar boshlanib ketdi. Oxirgi xabarlarni hozirga ozgina aytib o'taman. So'nggi xabarlarga ko'ra, Mateush Fernandesh uchun West Ham 80 million so'rayapti. Qaysi miya bilan chempionshipga chiqib ketayotgan jamoa bitta yosh o'yinchisi uchun 22 yosh, bilishingiz uchun Mateush Fernandesh 80 million so'rayapti. Bilmadim, nima Bruno tupurib qo'yganmi og'ziga Portugaliyada yurganida. Hey bola, obaki dondan yeb. Bizning aravada aylanib kelishni xohlamaysanmi? Nimasiga 80 million? To'g'ri, iqtidorli, to'g'ri APL tajribasi bor, to'g'ri yosh, umidli, lekin 80 million uzr, chempionshipga tushib ketgan jamoa bunaqa so'rashga va o'zi umuman vaziyatni diktovat qilishga haqqi yo'q, ya'ni boshqarishga, o'zini shartlarini tezroq qo'yib olish kerak bu o'yinchi borasida. West Ham chempionshipga tushib ketgani uchun 150 million ularga pul kerak ekan. Shu 150 millionning katta qismini bitta o'yinchidan chiqarmoqchi, ya'ni Diouf, Sochek, Bowen kabi o'yinchilarni ham sotmaslik uchun bitta o'yinchidan ko'proq ishlab olmoqchi va shuning uchun shunaqa katta narx qo'yyapti. Vaziyatga qaraydigan bo'lsak, Mateush Fernandeshga juda ham ko'p jamoalar hali qiziqish bildirmayapti. Faqat o'sha Manchester United radarlarida u muzokaralar ketyapti, o'yinchi bilan ham va jamoa bilan ham oylik masalasida, transfer narxi masalasida. PSG ozgina qiziqish bildirib qo'ygan ekan, balki Vitinani ular Realga berayotgandir, bilib bo'lmaydi. Shuning uchun ular ham qo'shilib qolishi mumkin. Lekin Manchester Unitedga o'tish Mateush Fernandeshga foydaliroq bo'ladi deb Lori Whitwell The Athletic nashri jurnalisti yozdi. Mateush Fernandesh ko'proq Manchester Unitedga o'tishni xohlamoqda. Agar shunaqa bo'lsa, o'yinchini hal qilib qo'ysa, menimcha bu summani bemalol tushira olishadi. Maksimum bonuslar bilan 60 millionga borsa kerak bu transfer, bu o'yinchining narxi. Lekin 80 million funtda yana so'rayapti. Bu degani yevroda kamida 90 million yevro atrofida bo'ladi va bu summa futbolchiga ortiqcha bosim berib qo'yish mumkin. Ko'rganmiz biz bu narsani guvohi bo'lgan odamlar sifatida ayta olamiz. Bunaqa narx o'yinchiga bosim berib qo'yadi. Juda ham ko'p o'yinchilarga Unitedda o'ynagan shunaqa transfer summasi bosim berib qo'yganini guvohi bo'ldik. Shuning uchun ortiqcha bunaqa bizga katta summali transfer kerak emas. Bo'lishi kerak, haqiqatan top o'yinchi bo'lsa, bosimni yengib o'ta oladigan o'yinchi bo'lsa, endi Fernandesh yosh baribir, iqtidorli, hali kelajak oldinda. Bunaqa narsalar uni sindirib qo'yish kerak emas boshidan. Shuning uchun Fernandeshga maksimum bonuslar bilan 60 taklif qilish kerak. Endi West Ham majbur chempionshipga tushdimi? Aksincha ular eshitish kerak. O'yinchini olmoqchi bo'lgan jamoalarni ular eshitish kerak. Ular vaziyatni boshqara olmaydi. Ular chempionshipga tushgan, ularni baribir tili qisqaroq joyi bor. Vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Kommentariyada bo'lsa, Mateush Fernandesh qancha o'zi narxga arzishini yozib ketamiz. Dicolita,